va undan tayyorlangan mahsulotlar sizni sekinlik bilan o'ldiradi. Hozir hamma shunaqa tavsiya beradi. Hozir hamma bez gluten unlarga yopishgan. Bu to'g'rimi ekan? Men Dilobar Ibrohimova, vrach endokrinolog dietolog, preventiv vrach. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu haqida haqiqatlarni bilib olishingiz mumkin. Hozirgi kunda butun dunyoda va shuningdek bizning respublikamizda ham juda ham ko'p autoimmun kasalliklar rivojlangan. Bular qaysilar? Bular autoimmun tiroidit, revmatoidni artrit, psoriaz, vitiligo kabi kasalliklar. Shaxsan meni ham qabulimga keladigan patsientlarim juda ko'p oyoq og'rishidan, bosh og'rishi kabi shikoyatlar bilan murojaat qilishadi. Bularning barchasini asosida ichaklarda yallig'lanish jarayoni turadi. Mana shu yallig'lanish jarayonini kuchaytiradigan mahsulotlardan eng zararlisi bu albatta oq oliy navli un tarkibidagi gluten hisoblanadi. Gluten moddasi va bu sekin astalik bilan juda ham xavfli kasalliklarni, ya'ni autoimmun kasalliklarni rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun sizga maslahatim, agar sizda yuqori aytgan holatlar, oyoq og'rishi, bosh og'rishi va vrachingiz tomonidan autoimmun kasalliklar tashxisi qo'yilgan bo'lsa, sizga 3 oy davomida davolovchi protokollardan biri bo'lgan bez gluten, bez kazin, bez sahri strategiyasini amalga oshirishingiz va bez gluten unlardan qilingan mahsulotlarni iste'mol qilishingiz shart. Va har doim hamma narsani yechimi bo'lgandek, bu holatlarda ham yechim bor, ya'ni hozirgi kunda juda ham ko'p aynan o'zini tarkibida gluten saqlamaydigan mahsulotlar, unlar bor va bundan ham oson yechim nimasiligi aytaman, ya'ni Safiyani aynan shunday unlardan tayyorlangan har taraflama, ya'ni tarkibida shakar, gluten va zararli mahsulotlar bo'lmagan shirinliklarni ham tavsiya qilishim mumkin. O'zim tekshirib, tarkibda qanday mahsulotlar borligini aniqlashtirib oldim va sizlarga ham tavsiya qilaman.